obunachini. Mana o'zimni akam bor. Mana shu akam masalan biznes bilan shug'ullanadi. Bu lipkalar bor, mana lipkalar ko'rasizlar, o'zlari birinchi qo'l. O'zlari noldan hunarmandchilik qilishadi. Mana bunaqa burchaklar. Bu prosta ko'rsatyapman. Gullar. Xullas, paplari ham bor, katta bo'ladi. O'sha qalarni ham qilib bo'ladi. Xudo xolasa kelaverasizlar, o'zimizga murojaat qilasizlar. Meni do'konimning yonida joylari. Birinchi qo'l va bozorda ancha arzon bo'ladi. Xudo xolasa. Mana bitta ijod mahsullari eshikni tepasiga qo'ysa shunaqa turib oladi bu. Umringizni oxirigacha ishlataverasizlar ularni. Bo'yab mana taklanib turibdi. Haqiqiy joyidan olib beryapman, montaj yo'q mana. Mana mahsulotdan mana noldan tayyorlashadi o'zlari. Mo'llari ham bor ekan. Mana stoykalariga shuna turib oladi. Mana bunaqa kichkinalari. Mana aytgan razmerlaringda tish ham quyib beraveramiz mana shunda.